Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun shokoladli Matilda tortini tayyorlashni birgalikda o'rganamiz. Bismillah deb idishimizga 3 ta tuxumni chaqib, ustidan 200 gramm shakarni solib, oppoq massa bo'lguncha mikser qilamiz. Oppoq massa bo'lguncha ko'pirtirib, men qaymoq soldim. Siz kefir yoki smetana solsangiz ham bo'ladi. 200 gramm qaymoq, 100 gramm o'simlik yog'i solib bir mikser qilamiz va ketidan quruq masalliqlarimizni solib yaxshilab aralashtiramiz. 30 gramm kakao, 350 gramm un solib yaxshilab aralashtiramiz. Rasraxil solish ham esingizdan chiqmasin. Massamiz shunaqa qattiq bo'ladi. Bunga 1 stakan qaynoq suvni solib yaxshilab aralashtiramiz. Biskvit massamiz shunaqa suyuqlikda bo'ladi. Endi buni qolipimizga solib pechkaga yuboramiz. Qolip razmeri 23 diametrli qolip. Duxovkamiz oldindan qizitib qo'yilgan bo'lishi kerak. 160-170 gradusda 30-35 daqiqada pishib chiqadi. Judayam chiroyli biskvitimiz pishib chiqdi mana. Endi kremini tayyorlaymiz. 200 gramm margarinni eritib olamiz. 200 gramm qaymoq, 300 gramm zgushanniy moloko va eritib olgan saryog'imizni solib, 50 gramm kakaoni solib yaxshilab aralashtiramiz va kremimiz tayyor. Me'daga tegmaydigan judayam mazali shokoladli krem bo'ladi. Bu arada biskvitimiz ham sovidi. O'rtasidan 2 bo'lakka bo'lib bezatishni boshlaymiz. Judayam chiroyli, yumshoqqina biskvit bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Bu tortimizni bezatib o'tirishimiz ham shart emas. Kremini surib, ustiga man fistashka sepib qo'ydim. Judayam yumshoqqina bo'ladi. Mana ishlarini ko'rishingiz mumkin. Judayam shokoladli, mazali tort bo'ladi. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, layk bosib, izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr!